Hammaga assalomu alaykum, bizdan kuzatib borayotganlar. Malibu Premier 2 turbo, benzin 0 da yetib keldi. Benzin 0 da, Atina uzoq yo'lga chiqib ketdik. Xo'p, mashina zarb bo'lib turibdi. Mashinani o'chirmagan holatda mashinadan tushamiz va bo'sh bakimizga, tugab qolgan bakimizga 20 litr qo'yib yuramiz. Hoppa, yasın. Ana bizlar mahsulot. Hop, datasini ham ko'rsating. Bugun svejiy mana 14.07. 14.07 24. Mana bir karotkani hozir bo'sh bakimizga ag'daramiz. Benzinni ham datchigini ko'rsatdim 0 da. Shu bilan bitti. Kadar arası boşmuş. Videonun üstüne koyamaz. Ağzını kırmadığıyla başka bir koysun. Bu nasıl bir şey? Gördüm size. Gördüm size. Beşincisi. Beşincisi. Benzin datçı kurtarma oldu mu? Şöyle bir koysat koydum. On dokuz. Ben bitti kaldım. Arzapravkada bitta polniy bakka bitta qo'yib yuraman deganlar, zarar bo'ladi yo'q deganlar. Buning xulosa o'zingizlardan. Bitta qo'yganda kamida mana 5 litr 10 litrlar quyiladi. Mana hozir pustoy bakka qo'yib ko'rsatib beraman, mana shu o'zida yuramiz. Shuni o'zida yurgan bo'lardim. Juda qimmatga aylanib ketadi, o'shaning uchun majbur benzin qo'shaman. Shuni o'zida yurgan bo'lganda arza bo'lardi. Mana 20 tani bo'shatdik. Mana endi